Assalamualaikum hurmatly Noqat Qarji Matbuot kanali qatnashchilari. Bugungi kunga 30-avgust 2023-yili biz Noqat shahridan kurslar sizlarga tanishtiramiz. Ertangi egemenlik bayramımızlar men o'zimning atimdan jan Noqat Qarji Matbuot kanalining atidan qutlaymiz. Bugun kurslar qanday qoldi ekan 15 kundan beri chiqalyapmiz. Ish safarmen O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahriga borib keldik. Endi oz ko'rsatamiz. Sizlarni olsa like bosib kommentar yozgandan ketdik kurslar tanishtiramiz. Hurmatli tuğanlar biz hozir birinchi Baychun bankka keldik. Baychun bankda 88 so'm 80 tiyin dollar, 91 so'm 10 tiyin euro. Bu yerda 0.91 jarm ekan rubl. Qaranglar hurmatli tuğanlar Baychun bankda shunday ekan. Hurmatli tuğanlar hozir biz Do'st bankka keldik. Do'st bankda rubl 91 jarm ekan. Qaranglar eurosi 95 so'm 30 tiyin ekan. Tuğanlar Do'st bankda shunday. Hurmatli tuğanlar biz hozir Aziya bankka keldik. Aziya bankda 87 so'm 80 tiyin dollar, 95 so'm 10 tiyin euro. Bu yerda 0.91 jarm ekan rubl. Hurmatli tuğanlar qaranglar. Qozoq tangasi 0.95 ekan. Qaranglar hurmatli tuğanlar 0.91 jarm ekan. Hurmatli tuğanlar Boqay bankka keldik. Boqay bankda 87 so'm 90 tiyin dollar, 95 so'm 40 tiyin euro. Bu yerda 0.91 jarm ekan rubl. Hurmatli tuğanlar qaranglar. Hurmatli tuğanlar Finka bankka keldik. Finka bankda 88 so'm dollar, 95 so'm 30 tiyin euro. Bu yerda 0.91 jarm ekan rubl. Hurmatli tuğanlar qaranglar. Hurmatli tuğanlar hozir biz Eko Islom bankka keldik. Eko Islom bankda 88 so'm dollar, 95 so'm 20 tiyin euro. Bu yerda 0.91 jarm ekan rubl. Qaranglar hurmatli tuğanlar. Eng arzon Eko Islom bankda ekan. Hurmatli tuğanlar pul almashtirish joyiga kelib, bu yerda 88 so'm dollar, 0.91 rubl. Qozoq tangasi 0.70 0.17 tiyin ekan, ama O'zbekiston 0.73 tiyin ekan. Hurmatli tuğanlar qaranglar. Hurmatli tuğanlar bu yerda dala shunday ekan 88 so'm dollar, 0.91 euro. Qozoq tangasi 0.18 tiyin, O'zbekiston 0.70 tiyin ekan. Hurmatli tuğanlar qaranglar. Hurmatli Noqat Qarji Matbuot kanali qatnashchilari, bugun 30-avgustga qarata kurs shunday bo'ldi. Ertangi egemenlik kun bayramini o'zimning atimdan jan Noqat Qarji Matbuot kanalining atidan baringizlarni qutlaymiz. Shunday meni qo'lim birga baringizlar tushki tomonda tatib olsin demoqchi. Bizdan olsa like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Ko'pchilikning so'rovi bo'yicha kurslarda chiqardik. Omon bo'linglar, tinch bo'linglar. 1 sentyabrda ko'rishguncha.